Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy tadqiqotchilar, izlanuvchilar. Demak, Telegram kanalimda oxirgi paytlarda an'anaviy tarzda berib kelayotganim, demak, o'z tadqiqotimga tegishli bo'lgan, survey tadqiqotimga tegishli bo'lgan statistik tahlillar yoritilayotgan amaliy darslarni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda korrelyatsiya tahlilini demak qanday amalga oshiramiz sifatida uni koeffitsentlari nima, qanday izohlarni bildiradi, maqolaga joylashtirganda qanday izohlar bilan joylashtiramiz va hokazo ma'lumotlarga to'xtalib o'tamiz. Demak, korrelyatsiya bog'liq demak amaliy darsni boshlashdan oldin demak biroz nazariy ma'lumot bilan tanishib chiqamiz. Korrelyatsiya bu ikki yoki undan ortiq o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlik darajasini va yo'nalishini o'lchaydigan statistik usul hisoblanadi. Demak, bu demak tahlil usuli o'zgaruvchilar o'rtasida musbat bog'liqlik bormi yoki manfiy bog'liqlik bormi yoki umuman bog'liqlik yo'qmi demak aniqlash imkonini beradi, lekin sabab natija munosabatini ko'rsatmaydi. Sabab natija munosabati cause and effect relationship deymiz. Demak, bu munosabatni ko'rsatmaydi. Demak, ko'pincha Pearson correlation ishlatamiz. Ikki xil korrelyatsiya bor: Pearson correlation va Spearman correlation. Ikkalasini farqi, bittasi parametrik testlar turkumiga kiradi, ya'ni mana bu Pearson parametrik testlar turkumiga kiradi. Demak, Spearman correlation non parametrik testlar turkumiga kiradi. Oldingi amaliy darslarimda ham bu haqda qisqacha aytib o'tgan bo'lishim kerak. Parametrik, non parametrik testlar bor. Demak, bu nimasi bilan farqlanadi? Bu to'plagan ma'lumotimizni o'lchov birligiga bog'liq. Misol uchun, so'rovnoma tadqiqoti orqali savolnoma tuzdik, respondentlarga tarqatdik, ma'lumotlar yig'ib oldik, ular yana o'sha savollarga javob berdi. Ulardan olgan ma'lumotimiz biz uchun demak eng muhim ahamiyatga ega va bu ma'lumotlar demak o'lchov birliklari bo'lishi mumkin, interval bo'lishi mumkin, ratio bo'lishi mumkin, ordinal yoki nominal o'lchov birligida. Agar to'plagan ma'lumotimizni o'lchov birliklari interval yoki ratio bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'lchanadigan, to'plagan raqamli ma'lumotlarimiz o'lchanadigan va sanaladigan bo'ladigan bo'lsa, Pearson korrelyatsiya ishlatamiz. Agar ular nominal o'lchov birligida yoki 1 dan 5 gacha bo'lgan Likert o'lchov birligida ordinal deymiz bo'ladigan bo'lsa, Spearman correlation ishlatamiz bunda. Demak, va bunda sample size, ya'ni namunani hajmi ham bog'liq. Agar respondentlarimiz 30 dan kam bo'ladigan bo'lsa ham non parametrik testlarni ishlatamiz. Yoki bergan savollarimiz aynan bitta konstruktni ifodalagan bo'lsa, bitta konstrukt, bitta savol, bitta konstrukt, bitta savol bo'ladigan bo'lsa, bunaqa vaziyatda ham sample size'imiz yuqori bo'lgan taqdirda ham, 30 dan ko'p bo'lgan taqdirda ham non parametrik testlarni ishlatamiz. Men tadqiqotimda parametrik testlar ishlatyapman va unda Pearson korrelyatsiyani hisoblaganman. Demak, bu orqali biz o'zgaruvchilar orasidagi bog'liqlik kuchini ko'ramiz va multikanallik bor yoki yo'qligini oldindan taxmin qila olamiz va demak modeldan oldingi, misol uchun regressiya modeldan oldingi tahlilni amalga oshiramiz Pearson korrelyatsiya bilan. Xo'p, bunda statida ishlaganimizda kimlardir menu orqali ishlaydi, kimlardir command, bu yerda buyruq yozish bilan ishlashi mumkin. Kimlargadir menu qulay. Misol uchun, menga menu ishlash qulay. Ba'zida menyuda, ba'zida esa pastki qismda ishlashim mumkin. Demak, bu yerda statistika bo'limiga kiramiz. Summary, tables and tests bo'limi, summary and descriptive statistics bo'limi va mana bu yerda pairwise correlations, demak Pearson korrelyatsiyani bildiradi va kirganimizda albatta bu yer demak pustoy bo'ladi birinchi kirganimizda va bunda demak modelimizdagi o'zgaruvchilarni belgilab olamiz. Nazorat o'zgaruvchilarini hisobga olmaymiz, faqat modelimizda ishlaydigan gipotezalar tuzgan bo'lsak, agar bu o'zgaruvchilarga nisbatan shu o'zgaruvchilarni olib kiramiz va bu yerda demak significant levelni belgilab olamiz. O'z eng ko'p ishlatadiganimiz, ayniqsa ijtimoiy fanlarda ham 5% significance level va mana bu yerga print significance level va each entryga ham galочка qo'yamiz, sababi har bitta qiymatga demak o'sha statistik significantlikni bitta, ikkita, uchta yulduzcha bilan bildirib turadigan demak belgi. OKni bosamiz. Mana bu yerda
ko'rishimiz mumkin. Natija chiqdi va mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bu o'sha pastda mana bir command qismida ishlashimiz mumkin bo'lgan buyruq bu. Istasangiz boyagi men ko'rsatganimdek menyu orqali ham ishlashingiz mumkin yoki mana bu buyruq bilan ham ishlashingiz mumkin. Bortga olishimiz uchun astok buyrug'i kerak bo'ladi. Astok PW core va o'zgaruvchilaringiz keyin significant demak ya'ni o'sha statistik significantlikni 5% belgilab oldik. Demak, shu qiymatlarni ko'rishimiz uchun har bitta qiymat bo'yicha o'zgaruvchilarnikini enter bosamiz va my file orqali biz mana bu natijani olishimiz mumkin. Birinchi izoh beradiganim statada ko'pchilikda muammo bo'lishi kerak. Bitta manda emas, demak 5%likda belgilaganimiz uchun demak bu yerda 5%dan mana bu p ni qiymati 5%likda belgilab oldim, lekin bu demak 0.01% ham kichkina ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bunaqa vaziyatda 3 ta yulduzcha chiqishi kerak. Lekin bitta yulduzcha ko'rsatyapti dasturda chiqqan natija. Shuning uchun demak ko'pincha o'sha 5%lik levelda belgilaganimiz uchun bu qiymatlar 5%dan kichkina bo'lganligi uchun umumiy hammasiga bitta yulduzcha beryapti. Buni demak maqolaga ko'chirib o'tkazganimizda mana bu yulduzchalarni o'zimiz 3 ta yulduzcha qilib olamiz. Chunki bu o'zi aslida 3 ta yulduzcha mana ko'rishimiz mumkin 1%likdan kichkina bo'lgan p qiymatga 3 ta yulduzcha qo'yiladi. Bu yerda mana bu p qiymatlar mana har bitta qiymat bo'yicha significance demak levelda o'sha p qiymatni ko'rsat degan joyga galishka qo'yganimiz uchun hammasi mana p qiymat bu 1%likdan ham kichkina degani. 1%likdan ham kichkina degani. Mana bunday bo'lgani 1%likda 1% p qiymat 1% dedikda. O'zi biz p qiymatni 5% deb hisobga olgandik. O'sha va undan keyin kichkina bo'lgan qiymatlarni qabul qilamiz deganda. 0.0 demak bu 1% dan ham kichkina, ya'ni 3 ta yulduzcha bo'lishi kerak. Bu degani ikki o'zgaruvchi o'rtasidagi bog'liqlik juda kuchli bog'liqlik, juda sezilarli bog'liqlik deb qabul qilinadi. Xo'p, mana bu qiymatlar bu xuddi shu o'zgaruvchilarning qiymatlari. Bu policy, bu yer ham policy infrastructure, bu ham ikkinchi infrastructure va hokazo. 6-chi social impact, bu yerda ham social impactni bildiradi. Mana bu bir nimani bildiradi? Bu demak o'ziga o'zi korrelyatsiya bo'lganda eng yuqori juda ham kuchli qiymat chiqadi. Va buni biz izohlamaymiz. Bu birlarni, ya'ni policy o'ziga o'zi juda ham kuchli bog'liqlik, o'zi bilan o'zi yoki infrastructure bilan infrastructure. Bu qiymatlarni biz izohlamaymiz. Mana bu qiymatlarni izohlashdan oldin yana biroz nazariy ma'lumot bu qiymatlar bo'yicha. Demak 0 dan 0.10 gacha bu ahamiyatsiz, sezilarsiz korrelyatsiya deb izohlaymiz. 0.10 dan 0.39 gacha weak, ya'ni kuchsiz korrelyatsiya, 0.40 dan 69 gacha moderate, o'rtacha korrelyatsiya, 0.89 strong, kuchli korrelyatsiya va 0.91 demak juda ham kuchli korrelyatsiya. Endi juda ham kuchli korrelyatsiya bo'lgan paytda e'tibor berishimiz kerak. Agar ular ayniqsa mustaqil o'zgaruvchilar bo'ladigan bo'lsa yoki menda hozir mana bu natijalarning ichida demak moderator va mediator o'zgaruvchilarim ham bor va dependent, ya'ni tobe o'zgaruvchilarim ham bor. Bundan keyin masalan regressiya tahlillarni amalga oshirganimizda qaysi o'zgaruvchilar modelda bo'ladigan bo'lsa, mana shu o'zgaruvchilarni ko'rish kerak. Agar juda ham kuchli korrelyatsiya bo'ladigan bo'lsa, VIF ko'rsatkichini ko'rish kerak. VIF ko'rsatkichi necha ekan? Agar 10 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, demak juda ham kuchli bir-biriga bog'liqligi bor, ya'ni bir-biriga o'xshashlik jihatlari bor degan xulosaga kelishimiz mumkin. Va bu masalan agar mustaqil o'zgaruvchilar, ikkita mustaqil o'zgaruvchiga juda ham kuchli bog'liqlik bo'ladigan bo'lsa, demak ularni indekslab bitta o'zgaruvchi yaratish mumkin yoki biror o'zgaruvchini chiqarish mumkin modeldan. Umuman keyingi demak amallarni o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. Hozir qiymatlarga o'tamiz. Bu yerda eng yuqori qiymatga birinchi man ta'rif berib o'tsam, buni e'tibor bersak mana 5, ya'ni perceived usage effectiveness va social impact o'zgaruvchilar orasida strong correlation, kuchli korrelyatsiya bor, kuchli bog'liqlik bor. Bularni ikkalasi ham menda dependent, ya'ni tobe o'zgaruvchi, mani modelimda ikkalasi ham bog'liq o'zgaruvchi.
Bularga alohida bog'liq o'zgaruvchilarni odatda VIFda tekshirmaymiz va bog'liq o'zgaruvchilar agar kuchliroq korrelyatsiya beradigan bo'lsa, mani vaziyatimda men ularni alohida regressiya modelda o'rganaman. Chunki alohida mana bu yerda regressiya modelda o'rganganimda ular demak mana bu modelda ular mustaqil yoki nazorat o'zgaruvchilar qatorida emas, dependent bog'liq o'zgaruvchi qatorida bo'ladi. Yoki mana bu yerda mana bog'liq o'zgaruvchi qatorida bo'ladi. Shuning uchun tobe o'zgaruvchilarning o'rtasidagi bog'liqlik kuchli bo'lganligi uchun bunga VIF ko'rsatkichini tekshirmayman yoki multikanallik bormi yo'qmi, misol uchun bu o'zgaruvchini o'zgartirish kerakmi yo'qmi degan savollar ketma-ketligi kelmaydi. Endi boshqa o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'radigan bo'lsak, mana demak 689 uchinchi, ya'ni human capital bilan perceived usage effectiveness. Human capital tadqiqotimda menda mediator, ya'ni vositachi o'zgaruvchi, perceived usage effectiveness tobe o'zgaruvchi. 689 demak moderate o'rtacha korrelyatsiya borligini ko'rishimiz mumkin. Va undan umuman bu yerdagi qiymatlar deyarli hammasi o'rtacha moderate correlationligini ko'rishimiz mumkin. Faqat mana bu dependent o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlik kuchli korrelyatsiyaligini ko'rishimiz mumkin. Va mana shu izohlarni bu yerda belgilab o'tamiz. Demak, qaysi o'zgaruvchi bilan qaysi o'zgaruvchi o'rtasida pozitivmi, negativmi, demak, qanaqa korrelyatsiya borligini yozamiz va albatta korrelyatsiyaning koeffitsiyenti va pi qiymatni ko'rsatamiz. Albatta agar demak mana bu minus bo'lmasa, demak pozitiv deb yozishimiz kerak bo'ladi. Deylik, mana table 7 shows that policy, ya'ni policy o'zgaruvchi is positively, chunki mana plus minus emas, and significantly correlated with perceived usage effectiveness. Positively deyishimiz sababi minus emasligi, plusda chiqqanligi, significant deyishimiz sababi demak 0, ya'ni 5% dan kichkina qiymat ekanligi. Aniqrog'i bu yerda 1% dan ham kichkina qiymat. Shunga o'xshab boshqa demak o'zgaruvchilarni ham o'rtasidagi munosabatni izohlab chiqamiz. Bu yerga qo'yish mumkin. Misol uchun moderately demak o'rtacha, significantly o'rtacha bog'liqlik deb ham kiritishimiz mumkin. Va albatta alohida qilib demak dependent o'zgaruvchilarning o'rtasidagi bog'liqlik va bular dependent o'zgaruvchi ekanligini yozib qo'yishimiz kerak. Chunki men maqolani jurnalga yuborganimdan keyin taqrirchilar tomonidan agar buni men oldindan belgilab qo'ymasam, bu yerda kuchli bog'liqlik bor, o'rganildimi keyingi bosqichlarda, VIF tekshirildimi va hokazo savollar tug'ilishi mumkin. Shuning uchun dependent variable deb belgilab qo'ydim buni. Xo'p, yana qisqacha ma'lumotim, demak qaysi dataga demak korrelyatsiya qanday ishlatiladi. Masalan, meni tadqiqotimda bu cross sectional data deyiladi, ya'ni survey tuzdim, tarqatdim, bir qancha vaqt davomida javoblarni yig'dim. Bir vaqt davomida yig'ilgan demak survey natijasida yig'ilgan o'sha dataga nisbatan cross sectional data deyiladi. U bir kun bo'lishi mumkin, 3 kun, 1 oy davomida yig'ilgan bo'lishingiz ham mumkin. Demak, eng ko'p ishlatamiz korrelyatsiyani cross sectional datada eng ko'p ishlatamiz. Time series vaqt qatorlari datasi bor. Demak, dastlabki bog'liqliklarni aniqlash uchun ishlatiladi va panel data bor. Descriptive va multicanality demak bor yo'qligini tekshirish uchun ko'proq foydalanishadi. Eng ko'p ishlatadiganimiz demak cross sectional datada demak korrelyatsiyani ko'proq qo'llaymiz. Demak, hurmatli tadqiqotchilar, mustaqil izlanuvchilar, sizlarga bugungi video orqali korrelyatsiya tahlili borasidagi fikrlarim bilan o'rtoqlashmoqchi edim. Keyingi demak amaliy darslarimiz regressiya tahlillari, regressiya modeli, undagi koeffitsiyentlar, ularni demak izohlari, demak regressiya modelini tuzishimiz mumkin. Bu ham prognoz deyiladi. Demak, bir mustaqil o'zgaruvchini 1% ga yoki 1% va hokazo oshishi tobe o'zgaruvchini qancha birlikka yoki qancha foizga oshishini bildiradi kabi demak ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz keyingi amaliy darslarda. Demak, e'tiboringiz uchun katta rahmat.